Toshkentdan Urganchga gelish 395 dan. Hozirda durmuşlar ya to'xtadimi ular? Yo'q, hozircha bazı qo'shimcha reyslar qo'ydi. Flyke aviakompaniyasi toza samolyotga munosabati bilan ertangi reysimiz bor. Kechki 14-ni Toshkentda Urganchga, 19-ida bor reyslarimiz Toshkentda Urganchga 395 mingdan az 19-dan o'zi 8 bilet qopdi o'zi. Mina ertangi reysimiz mina bugun soatlik yana ko'rishlaringiz mumkin. İşi götürsek bo'ladimi kamera? Bo'ladi. Toshkentdan Urganchga ertang soat kechki 11:30da uçadi 395 ming bo'lgan bilet. Tushundim. Bu degani Pony reys 395 dan deganimi bu? Yo'q, bu narxdan ko'p qo'yilmaydi. 10-15 bilet qo'yiladi. Her reysda bor ekan. Tamam, her reysda hozircha bor. Ertaroq gaplashib ko'rish kerak ekan. Onun uchun ertaroq gaplashing, qarsa shu ekrandagi nomer bilan bu nomerlar kechki soat 2 gacha onlayn ishlaydi. Pasportni olib berasiz, biletni olib beradilar. Unda sezam bo'ladi. Bo'lmasa telefoning ofisimiz Ko'naboning yanında Okstur. Avvalgi Flyke var. Hozirda Okstur bo'lib o'zgardi. Arzon narxda biletlarni ko'p ko'rdi. Bular ham tur paketlar bor. Tur paket uchun pastda opisaniyada sayohat uchun degan nomer bor. Shuna telefon etsangizlar, hozir ko'pchilik odam ketib turibdi, Fuguga ketib turibdi. Urganchdan Piterga ketish, Moskvaga ketish narxlarini Bak, Urganchdan Piterga ketish hozir yana 20-sinacha primo reyslarimiz havo yo'llarida 5 milyon 600 ming so'm bo'lib turibdi. Bagaj bilan bez bagaj 5 milyon 400. Şu 20-sinacha srochni ketishim kerak degan odamlar ham endi zo'r variant. Bazı bizda 17 sene bizimiz reysimiz bor. Urganch Piter hozir 4700 dan 4-5 ayımız kaldı. Bundan qaytib kelish narxlarini-chi? Şu ayda gelemende turgan mijozlarimiz uchun bagaj bilan birga 2 milyon 140 ming so'm bo'lib turibdi. Bez bagaj 1 milyon 915 ming so'mdan. Okstursa arzon narxda biletlarni tashkillashtirib beradi. Gaplashinglar darrov. Esa biza ketaylik. Çayınız buluyor mu? Yo'q, Toshkentga ketamiz. Toshkentga? Hava yazın Kaçan kimlik? gitemiz? Ertaga? Yeten, Ertaga tamam. gitamiz. Yeten kapras reis. Ertaga arzonroqdan yozing. Oldu, nasıl yazmayız?